241. Nikoh o'zigini taqishlik nima emas ekan? Bizni shariatimizda durust emas ekan. Nikoh o'zigini olish hammamiz o'rganib qolganmiz. Bu masalalar gapirilmasa, yana shunday davom etaveramiz. O'ziga olindimi o'zi to'yga deb. Shuning uchun gapirishimiz kerak. U xohlang mana shu nima bu g'arbning deydi. Birinchisi, bu uzuk aslining kelib chiqishligi, taqishlik nimasi deydi? Farainalar, Fir'avn anaqalardan chiqarilgan deydi. Ba'zilar aytadi nasroniylardan chiqqanligi uchun va ularning dinida chiqqan. Ularning odatida chiqqan bo'lsa bizga harom bo'lmaydi. Shuni bilib qo'ying. Nasroniylar chiqargan ekan, uzukni bo'lmas ekan degan narsa kelib qolmasin kallamizga. Mashinalarni ham nasroniylar chiqaryapti, amerikanskiy mashina, yaponskiy mashina. Biz harom demayapmiz. Kiyimlarimiz Xitoy chiqarib beryapti. Turk misol Xitoy chiqaryapti, bo'lmasa boshqa bir mamlakatlarni aytaylik. Turkiya musulmon mamlakat. Boshqa mamlakatlarni aytadigan bo'lsangiz, kufr mamlakatlarining kiyimlarini lekin bu yerda ular diniy e'tiqodda chiqarilgan narsa ekan. Ularning mamlakatning miqyosida chiqarilgan narsa emas ekan. Bu kanisalarda, cherkovlarda erkak bilan ayolga uzuk taqinglar. Ana endi sizlar, ular nikoh shunday o'qilar ekanda. Bizlar rozi bo'ldingmi, tegdingmi deb nikoh o'qisak, ularning poplari uzukni taqding, sen ham taqding. Ana endi sizlar xotin bo'lib e'lon qilindinglar. Qachonki sizlarning qo'linglardan uzuk tushsa, sizlarning nikohinglar bizlarning dinimizda buziladi degan e'tiqodda qilingan narsa. Tushundinglarmi? Bizlarda taloq qo'yish bilan buziladi musulmonlarda. Shuning uchun bizlar ularning dinidagi narsani olishligimiz joiz emas. Bu narsa, demak, uzuk masalasi ham nima? Yaxshi masalalarga kirmaydi. Shuning uchun bu birinchidan kofirlarga taqlid qilishlik, ikkinchidan agar shu e'tiqodni qiladigan bo'lsa debdi. Agar uzukni yechadigan bo'lsam, bo'ldi, o'rtamizda muhabbat ko'tarilar ekan deb ba'zilar ko'chalarda misol uchun Alloh o'zi saqlasin, Yevropadagilar, G'arbdagilar uzukni taqib chiqib ketadi ayolning oldidan, ko'chaga chiqqanda boshqa ayollar bilan buzuqlik qilmoqchi bo'lsa, nikohim buzilib qolmasin deb turib, uzukni chiqarib cho'ntagiga solib qo'yib, buzuqlikni qilib bo'lgandan keyin uyga kirib kelayotganda qaytadan uzuk taqib kiradi. Birinchidan, uzuk qo'lida turib zino qilishdan qo'rqadi ular. Nikohga ta'sir bo'ladi deydi. Ikkinchidan, uyga kirayotganda uzuksiz kirishdan qo'rqadi, ayol bilan o'rtada muhabbat ko'tarilib ketadi. Mana shu uzuk hamma narsani boylab turadi degan narsa bo'ladigan bo'lsa, bu shirk, kichik shirkning turidir degan ekan. Shuning uchun bu narsalarga ham gapirib o'tyapmiz. Shu xutba nimaga tegishli